Алдыңғы дәрісімізде biz Motor Beget app'ninki kategoriyalarini, kategoriyaning temalarını chiqarib, temani basgan chog'da temaning tafsiloti ko'rinadigan qildik. Biz bu Postman degan qurol orqali bizning bu Tor Begetdan qaytgan uchurlarni ko'rib baqsaq, content deganninki mazmunda bundaq HTML kodlarining borligini ko'ramiz. Demak biz bu contentni formatını o'zgartirish uchun mana shuning oldi keyniga mana shu HTML kodlarini qazsak, buni o'zgartirib bo'ldi. Biz uni qaytish uchun mana web view'ning ichida mana taqib etib turay. Web view'ning ichida postninki content render degan narsani ishlatgan to'q. Hamda bu narsani avval bir o'zgarguvchiga yo'llab berib turayli. Val buni mazmun yoki content deganing o'zi bunga teng deb endi bu yerda content degan narsani ishlasak bo'ldi. Hamda uni ishlatishdan burun biz hamda buningki oldi keyniga shu HTML kod bilan tekstni to'g'rilaydigan ishni qilib boqayli. Masalan, buning oldiga biz body deb yozsak yoki span deb yozsak bo'ladi. Span bir bo'lak masalan. Bu bo'lakninki bu 5 bu yerda bo'lsa, oxiri bu yerda oxirlashsa, endi buning ichiga bu bo'lakninki formatini yozsak bo'ldi. Masalan, buning ichida men o'ngdan so'lga ko'rsatmoqchi bo'lsam tekstni. Bu chaqda style teng deb mana bu taqpashning ichiga yo'nalish yoki direction RTL deb mana buyruqni yozsam, tekst o'ngdan so'lga to'g'riladi. Hozir buning unumini ko'rib boqayli. Qalaymi holat ko'rilgan tekst biz ma kodni yozish bilan o'ng tarafga to'g'rilandi. Endi mana bu tekstni biz ma sol tarafni ma tekstning orasiga bo'sh o'rin tashlab, ma sol tarafni ratlik ko'rsatmoqchi bo'lsak, uni mana bu text align degan xoslikni CSS'niki justify deb bu kodni bersak, buni ichiga bunun bilan ma sol tarafni tengishilgan bo'ldi. Qarab boqayli, buni o'zimiz ko'rib boqayli. Demak, mana hozir ko'rganimizdek, buning hozir tekstlar o'ng tarafga to'g'rilandi, ma sol tarafmi bir tuzuq ustida nisbatan chiroyli ko'rinadigan bo'ldi. Endi biz oldingi qitimda bu kategoriyalarning tizimlikni elish uchun bu adresga get request evetgandik. Endi buni biz nima ko'rib boqayli. Postmanning o'zida bu adresni choplab, sen buyruqni bersak, buning ichidagi mazmunlar ko'rindi. Oldingi qitimliq appda biz faqat ID bilan bu name degan narsalar ishlaydiganini ko'rdik buning ichida. Qolgan narsalar ochiqcha hamda kategoriyaning ichida qaytgan narsalar. Shunga bu ochiqcha narsalarni biz ishlatishimiz uchun kategoriya deganning keyniga bunda hisob belgisi qo'yib fields teng deb ID bilan mana shu name bilan ishlatilma deb ma'lumotni bersak, ikkidan bo'lak qaytadigan bo'ladi. Bo'liq ochiqcha bir narsani, ochiqcha yukni biz to'g'rida ekib tushirishdan qutulamiz. Shunga buning keyniga biz bu kodni qaytib qo'yaylik. Qaytib qo'ysak, hozir bu appda kategoriya tizimligi yana o'xshash ko'rinaverdi. Mana ko'rinaldek. Endi kategoriya besilsa, tema keladigan jarayonni bajarish uchun biz bu kategoriya fragmentining ichida
bu iltimosni ishlatgan to'q. Bu iltimosda qaytgan narsani ko'rib boqaylik. Yanılam postmanning ichiga biz buni chaplab, masalan, kategoriya ID deganga ishga kelganini berib, ikkinchi kategoriyadagi teamni qarab baqsaq, buning ichidami ID deydi, date deydi, guide deydi, bir talay bölekler qaytdi, lekin bizning ishlatgan bölekimiz faqatla ID, title ve content uchlam narsa. Shunga buning keynigimi biz shu field degan qaysi fieldni ishlasak, shu bölekni fielddan deb yozib qo'ysak bo'ldi. Endi bu yerda so'rab qo'yilgan faqat ishlatgan bo'lganligi uchun biz parametrga qo'shish uchun and belgisi ishlashga to'g'ri keldi bu yerda. Endi bu yerda fieldsdan ID, title, content deb qilsak, bu chog'da shu ID, title, content shu lozimli narsalar qaytilgan bo'ladi. Endi bu kodning o'zini biz bu yerga ekilib bitaylik. Bunun keyniga bunun keyniga bu mezmunu ekib qo'ydik. Endi o'ylashadigan bir narsa, mau postman ko'rganingdek content degan narsa ba'zi temirda bek uzun bo'ladi. Endi buni biz tizimlik ko'rsatgan vaqtda content degan narsani ko'rsatsak, ba'zi vaqtlarda bu appning yukini orttirib yetishimiz mumkin. Shuning uchun biz content degan narsani ash tafsilotni ko'rsatgan vaqtda anadan keyin to'g'ridan ekansak, angacha shu ID bilan title'ni ham ko'rsatsak, bu holat bir sinab boqaylik. Agar kategoriyalar tanlangan vaqtning o'zida biz hozir ID bilan title'ni ham ekilgan qilsak, bu app qanday bo'ldi desanglar. Appda hozir teamlar tizimlik o'xshash ko'rinaveradi. Lekin tafsilotga kirsak, tafsilotning ichiga biz bu content degan narsani bu yerda qo'shmaganligimiz uchun bu yerda bu ko'rinmaydigan bo'ladi. Endi buni biz bu tafsilot betiga kirgan vaqtda undan keyin ekilish uchun tafsilot betining ichiga yana bir get request qo'shsak, app nisbatan yengil ishlaydigan bo'ladi. Shunga biz get request degan narsani bu yerdan ko'chirib olib, buni content fragmentning ichiga kiraylik. Content fragmentning ichida ishlatgan vaqtimizda biz bu kategoriya bo'yicha olmaymiz endi. Post step yan tuzuqdan bilan qo'yib etib, postning nomerini bersak bo'ldi. Nomeri endi ustida ko'rganingdek bu yerda post degan narsaning ID'sini ham asib bo'ldi. Shunga bu yerda postdan keyin bu yerda bu holatda post ID deb yozib qo'ysam, postning ID'si asosan mazmunni ko'rsatgan bo'ladi. Ondan bu parametrlar endi boshlanganlik uchun so'roq belgisini qo'yamiz. Fieldsdan bu yerda endi ID, title, content degan narsani bu yerda ishlasak bo'ldi. Endi biz bu iltimosni postmanni sinab boqaylik. Bunda qaytgan narsa nim bo'ladi ekan, bir qarab boqaylik. Biz oldingi iltimosdan qaytgan narsa qarasak, bu o'tir tirnoqning ichida cho'ng tirnoqdan boshlangan narsalar turdi. Bu endi qaranglar, bundoq yig'ib etsak, shu o'tir tirnoqning har birisi birdan tema. Demak, bu teamilni bir qatorning ichida ekiladi. O'tir tirnoq degan qator bo'ladi. Cho'ng tirnoq degan
Şu bizningki WordPress'teki temalarimizningki münasibetlik bölekleri. Şunun üçün bunun qaytqan narsa qatar, yani array oldu. Hem de biz hazır işletmekçi bolgan iltimasımızda bu yerge postun numarını vermekçi. Mesela bu yerda bizningki 29 dep bir yazımımız var. 29 degan numarını bersek 29 numarlık yazmalar göründü. 29 numarlık yazmalar göründü. Ondan 29 numarlık yazmalar. Yani bu çağda 29 numarlık yazmalar göründü. Hem de bu şunun için bunun tipi array emas. Bu bir talla yazma göründü bir yerde. Hem de bunu aniq bilib olgandan keyin maning ichida biz tafsilot betimizda get request'ning ichida qaytgan narsa nim bo'ldi ki desanglar. Bu yerda bu ilgirki vaqtda biz post array deb buni qatar qaytqanlik uchun post array degan hozir bir tallan post qaytilgan bo'ldi ekan. Buningda shuning uchun buni post o'zgartib etamiz. O'zgartib etgandan keyin hamda bu yerda biz şu mavzu bilan mazmunni ko'rsatadigan qullarimizni tordan münasibetlik mazmunla kep bo'lgandan keyin undan ko'rsatadigan qilish uchun bu o'ringa ekilib bu narsani. Ekib bo'lgandan keyin endi burunqi tekst ko'rsatadigan o'ringa biz tordan mazmunni ekiladigan iltimosimizning funksiyasini yozib qo'yamiz. Endi sinab boqaylik. Endi sinasak bu appimiz hozir dastlabda faqat kategoriyalarning tizimligining aslida yazmalarning tizimligi. Andan keyin yazmani bosgandan keyin andan yazmaninki mazmunni ekib beradigan bir holatda bo'ldi. Bosgandan keyin andan keyin mazmun keldi hozir tordan. Şunun bilan bu hem mazmun ko'rsatish jarayonini biz a'lolashtirib boldik. A'lolashtirib bo'lgandan keyin hamda WordPress'te her bir temaninki inkas yazılgan bir iqtidori bor. Bu inkas yazish jarayonini biz WordPress'ninki o'zining ta'minlagan API'lar orqali amalga oshira olamiz. Hamda biz bu baho yo'llash, har bir temaga baho yo'llaydigan ishni amalga oshirib boqaylik. Buni amalga oshirish uchun biz qanday qilishimiz to'g'ri keldi desa, har bir temaninki eng ostiga baho yozgan bir tor konkurlashtiraylik. Konkurlashtirgandan keyin u konukni bassa, andan baho yozilgan bir ko'znak chiqsa, uning ichiga ishlatuvchining ismi, ishlatuvchining email, andan keyin yozilgan baho deganni to'ldirib bo'lgandan keyin yo'llash konukasini bassa, bu WordPress tor bekitiga yo'llanadigan andaq bir iqtidorni amalga oshirib boqaylik. Uni qilish uchun biz oldi bilan bu content, yani mazmunni ko'rsatadigan fragmentninki ko'rinmani o'zgartaylik. Buni bir tal konukka qo'shaylik ast tarafga. Ast tarafga konukkadan birini qo'shsak bo'ldi. Konukka. Bunun uzunluk kengliklerini mazmunga asosan o'zgaradigan qilib baho beramiz. Baho yozing deb qo'ydi. Baho yozing deb qo'ydi. Andan keyin web view'ning ostida bo'lsin. Web view'ning ostida bo'lsin. Hem bu web view'ning ostiga o'rnashtirsak, bir ko'rinadigan masala
Hazır web view'ning en astini ekranning astiga to'g'rilaganligimiz uchun agar biz knopkaning asti qismini ekranning astiga to'g'rilab qo'ysak, bu agar bu ko'rinadigan tema bir betdan oshiq bo'lgan bo'lsa, bu bet surilayotgan vaqtda knopkamiz shu ustida laylab turadigan bo'lib qoladi. Bet surilib bo'lgandan keyin eng astida ko'rinmaydi. Endi bu masalani hal qilish uchun biz bu web view, text view botdan degan narsalarning hammani bir scroll viewning ichiga elib etsak, bu mazmunli surilib bo'lgandan keyin eng astida anandan shu knopkamizni ko'rinadigan qilsak bo'ldi. Endi unda qilish uchun biz bu concentrate layoutning o'zini bir scroll viewning ichiga elib etaylik. Bunun kengligini match parent egizligini match parent deb bekitib o'tgandan keyin biz buni bu yerda boshlaymiz. Concentrate layout'ninki eng oxirida bu yerda taqaymiz buni scroll view'ni. Shunda bo'lgan chog'da bu ekrandagi hamma narsa scroll view'ning ichida bo'ladi. İşte bo'lgan chog'da biz endi web view'ninki eng astini ekranning eng astiga to'g'rilaydigan ishni qilmaymiz. Bu chog'da egizligini mazmunga asosan o'zgartirgan qilib, knopkamizning astini shu concentrate layout'ninki astiga to'g'rilab etsak, Ondan knopkamizga bir tal ID bekitib qo'yaylik. ID'ning o'zi botdan comment bu baho bergan bo'lganlik uchun butun comment deb qo'yib qo'yaylik. Bir 10 aralıq tashlab qo'yaylik. Endi ko'rib baksak, ekranninki eng astida baho yozgan bir knopka bo'ldi. Endi bu knopkani bassa baho yozgan ko'znak chiqadigan qilsak bo'ldi. Biz baho yozgan o ko'znakni baho bo'lgan mazmunning ustida bunda laylab chiqarish uchun biz dialogram qismini birini laylasak bo'ldi. Şu an dialogram qismini avval bu layout'ni qurib olaylik. Bunu biz dialog layout deb quraylik. Bu dialog ramkasininki layoutlari normalda şu liner layout bo'lsa normal ishlaydi ekan. Shuni biz buni liner layout qilaylik. Qilib, buningki liner layout qilsak, buning yo'nalishini belgilash to'g'ri keldi. Bu yo'nalishi vertikal bo'lsin. Vertikal qilib bo'lgandan keyin buning ichiga biz avval ismni yozganda bir tal text ranks qilaylik. Bu ekran qildiq bo'lsin. Egizlikka mazmunga asosan bo'lsin. Ondan üst tarafdan bir 30 aralıq tashlab qo'yaylik. Ondan o'ng sol tarafdan 10 dan aralıq tashlab qo'yaylik. Aralığını tashlab bo'lgandan keyin biz endi text ramkasi ism kirgizish uchun, email kirgizish uchun, ondan mazmunni kirgizish uchun 3 tal text ramkasi ketadi. 3 tal text ramkasini bundaq qurib oldik. 3 tal text ramkasini qurib bo'lgandan keyin ondan buning ostiga bir ikki knopka qo'shaylik. Ikki knopkamiz birisi yo'llaydigan, birisi tozlaydigan knopka bo'lsin. Endi tal knopkani bundaq gorizontalga to'g'rilashtirish uchun biz yana liner layout'dan birini qo'shib bu yerga. Buning kengligi match parent egizligini red content qilgandan keyin yo'nalishni gorizontal qilaylik. Gorizontal qilib buning ichiga endi ikki tal knopka o'rnashtiraylik. Knopkamizning uzunlik kengliklarini mazmunga asosan
bolsun. Andan keyin konukimizdan birisininki teksti. Tazılar bolsun. Andan bununki etraftan bir azroq o'rin tashlab qo'yaylik. O'rin tashlagandan keyin konukning ishi tugadi. Birinchi konukka, ikkinchi konukka o'xshash shaklda bosib bo'ldi. O'xshash konukkadan ikkini qilib bo'ldik. Endi bu ikki konukni ekranning o'tirg'i keltirish uchun biz bunda create deganga center deb bersak, o'tirg'i kelib turdi. O'tirg'i kelib bo'lgandan keyin biz bir konukimiz tazala, yana bir konukimiz yo'llar bo'lsin. Buning ismini yo'llar deb o'zgartirdik. O'zgartirgandan keyin endi biz buning ichidagi har birisiga ID o'rnatib qo'yaylik. ID masalan birinchisi edit bunday yozaylik. Ism bo'lsin. İkincisi email olsun. Üçüncüsü baha olsun. Anladın konuklarınki birincisi tazılaş konukisi yani clay. İkinci konukimiz yollaş konukisi. Yani send. Bu aletde endi biz hozir ko'rimimizni laylab bo'ldik. Ko'rimimizni laylab bo'lgan ekan, mana liner layout. Buni endi shu mazmunga tasirlam. Kenglik shunchalik bo'lgan qilib qo'ysak bo'ldi. Endi mana ustiga 30 o'rin bergan ekan, mana ikki konukning ostiga 30 o'rin qo'yib qo'yaylik. Margin button deb 30 deb qo'yib qo'ysak, asti-usti tengshiladi. Endi bu dialogram qismidagi ko'znakni laylab bo'ldik. Dialogram qismida biz ko'ztigan o'rnimiz shu content, ya'ni mazmun fragmentning ichida, mazmun fragmentning ichida. Shuning uchun biz mazmun fragmentning ichida bir dialog quradigan jarayon yazsak bo'ldi. Binding button comment degandan keyin set on click listener deganni mishaga avval dialogdan birini quramiz. Dialog qurish uchun avval dialog deb bu o'zgaruvchidan birini izolaylik. Buning tipi dialog bo'lsin. Buningga kontekst berish to'g'ri keldi. Biz hozir fragmentni ichida bo'lganligimiz uchun require context deb holatda bersak, dialogdan birini qurib oldik. Endi dialogninki uslubini bekitaylik. Uslubi uninki biz mavzu ramkasi yo'q holatda ko'rsatamiz. Mavzu ramkasi yo'q holatda ko'rsatdik. Andan keyin dialog biz faqatliqi yo'q deb undaq rol o'ynaydigan dialog bo'lmaganligi uchun buni beka qilib yozsa bo'lamdi. Cancel bo'lgan narsani false deb bekitib etgandan keyin ondan biz dialogga bir tal layout qurib bo'lgandan keyin buningga binding qurilib bo'lgan bo'ladi. Shunga dialog qurilgan bindingni avval biz
izohlab olaylik. Bizningki dialogda iz bossak, dialog layout bindingda bir narsa chiqdi. Endi buning inflate deb layout inflator desak, bu bindingni qurib bo'lgan bo'lamiz. Bindingni qurib bo'lgandan keyin endi bu dialog biz qurgan dialog ramkasimizga set content view deb şu dialog binding'ninki asosiy view'ni berib qo'ysak bo'ldi, root deganni. Uni berib bo'lgandan keyin endi biz dialog ramkasiningki bu clear degan ko'nikka beslasa, nima ish qilishni yozaylik. Binding button clear deb yozsak, bu tozalash ko'nikkasi set on click listni bu besilgan vaqtda biz nima ish qilamiz desa, dialog ramkasiningki ichidagi edit name ism deganni tozalaymiz. Ondan keyin emailni tozalaymiz. Onun orqadan mazmunni tozalaymiz. Biz buning ostiga hamda dialog show deganni berib bersak, andan ko'rinadigan bo'ldi. Sinab boqaylik. Normal içildi. Hem tazlaşma mavqeiyatlik bo'ldi. Bir yeri dialog ramkasining ichidagi text ramkalarining nima ishlatilganligida aniq bo'lmabdi. Shunga bizda hint degan xoslikqa asosan qaysi o'ringa nima to'ldirishni yozib etaylik. Dialog layout deganni ochdik. Yechib buning ichida text ramkalariga hint degan xoslikni berib etaylik. Hint. Yani birincisi ismini desek birincisini. O'xshashlar. Ma'noga email adresimiz üçüncüsüge baha yazdık böyle. Bundan yazıp bahanın için bir körüp eteli. Endi qayerga nima yozishimiz kerakligi aniq chiqdi. Hem tozalash mashg'ulotini bu yerdan sinab baqdik. Buning ichiga bir narsani to'ldirsak, tozalash degan ko'nikni bosgandan keyin bu o'chirdiga ish muvaffaqiyatli bo'lib bo'ldi. Endi yo'llashni qo'shib bersak bo'ldi. Biz tozalashga kod yozgan o'rnining ostiga endi bu yo'llash jarayoni uchun oldi bilan biz shu text ramkalaridan tekstni elib olaylik. Masalan, ism deganning o'zi dialog bindingning ichidagi edit name'ninki text deb buni toString aylantirib bersak, bundan qolgan bo'lakmi
Qog'oz bo'lak. Birisi email, yana birisi mazmun. Edit email. Buni content deyli. Edit comment. Bu 3 xil narsani olib qo'ygan ekan. Biz hamda get requestni quramiz. Get requestni birini qurib, get requestni yollaymiz. Get request bu 3 xil narsani olib qo'ygan ekan. Hamda biz bir parametrni post request. Biz ham torga bir narsa yollashda avval parametr deb bir o'zgarguvchi qurilish to'g'ri keldi. Parametrga o'zgarguvchining tipi hashmap. Bu hashmap deganimiz key value yoki bir tal ochiq so'z, ondan keyin qimmat. Ash shaklda izolangan bir xil sonliq ma'lumot tipi. To'g'ri yo'llash uchun bu hashmapningki ochiqcha jazman string bo'lishi kerak. Hamda ikkinchi buning qimmati xohlagan tipli bir narsa bo'lsa bo'ldi. Shu buni any deb holatda izolasak bo'ldi. Hamda bu parametrga qimmat qistirishda biz array yozgandek yozamiz. O'xshamaydigan yeri buningki birinchi parametr string bo'lganligi uchun buning ichiga son emas text keladi. Bizningki bu WordPress'te baha yollash uchun biz kerakli bo'lgan parametrlar birisi baha yo'lovchining ismi, author name degan narsa ketadi. Endi bu sizlar WordPress'ning qo'llanmasiga qarasanglar chiqadi qaysi parametrni ishlatish kerakligi. Bu birisi autorning ismi, ikkinchisi autorningki email, uchinchisi baha. Baha deganni WordPress'te baha degan belgilangan parametr content. Shunga content deb yozamiz buni. Content deganning o'zi ustida biz izohlagan content xitam bo'ldi. Endi parametrni bu shaklda izohlab bo'lgandan keyin biz yana form body deb yollaydigan narsalar. Normalda tor bekatning yuzida bir qimmat yo'llamoqchi bo'lsak, biz formdan birini qurib, formning ichidagi narsalar orqali formning ichiga text ramkalari va boshqa narsalarni o'rnashtirib boshlab yollaymiz. Shunga shu form body deb bir o'zgarguvchidan birini qurib olamiz boshda. Buning tipi multipart body bo'ldi. Multipart body builder deb bu holatda qurib bo'lgandan keyin hamda form body'ningki tipini set type deb buning tipi normalda shu form tipi bo'ladi. Shuna buni media type deb buning tipini belgilashda buning tipi multipart body form. Bu tipli bo'ladi. Tipini bundan belgilagandan keyin endi biz parametrimizniki qurib olgan parametrimizniki ochiq qimmat. Bu narsalarni, ya'ni para deb biz bir narsa qurdik-ku, paramiz degan narsa. O'shaning ichidagi key value degan narsani bir-birlab elib buni form body'ga gapirish to'g'ri keldi. Form body'ga add form data deb buningki ismi deganga shu key deganni, ana keyin qimmati deganga value deganni string aylantirib yo'llab bersak bo'ldi. Bu holatda ochiq va qimmatlarni biz yo'llab bo'lgandan keyin shu get request qurgandek avval client deb bir narsani bilan qurib olamiz. Bu client degan yana shu OK HTTP client bo'ldi. Endi client qurib bo'lgandan keyin bir tal request quramiz. Requestimizning o'zi qurish usuli yana request deb
Biz oldingi soatda esli qurgandek request deb builder deb bo'ladida. Quramiz. Qurib bo'lgandan keyin buningga adresimiz URL deb buning ichiga shu baholni evatadigan tor bet adresi yoziladi. Bu bizning tor betimizning adresi uyg'urapp.com wp ma'liyatda. Endi buningga komment yo'llashda wp.json deganning ichidagi wp v2 deganning ichiga comment degan narsaning ichiga shu postning nomerini berish orqali baho ishna yo'llanadi. Shunga bu comments deb so'roq belgisi post tang deb bu yerga shu postningki ID'sini hep bersak bo'ldi. Endi URL'ga qiymat berib bo'lgandan keyin endi get requestga o'xshamaydigan narsa buningga post deb bir narsa qatimiz. Postning ichiga body bizning qurib qo'ygan form body degan narsamiz. Form body deganni build deb bu parametrni muolib beramiz. Buni berib bo'lgandan keyin oxirida buni build deb bu buyruqni bersak, ama requestni qurish jarayoni yoki iltimosni qurish jarayoni tamomlandi. Buni tamomlab bo'lgandan keyin clientda new call deb shu oldingi soatlik darsda OKHTTP'ni ishlatgan shu shaklda ishlasak bo'ladi. New call deb buni ichiga shu requestning o'zini hozir qurib olgan requestning o'zini yozamiz. Requestning o'zini yozib bo'lgandan keyin endi buni inquiry deb bunun keyin yozgan narsani oldingi soatda biz yozgandek callbacklar o'xshash usulda yoziladi. Bu holatda yozib bo'lgandan keyin bu yerdan a'zolarni ekirish deganni tanlasanglar, ikki xil a'zosi bor buning. Birisi muvaffaqiyatli bo'lmagan chog'da bunda xatolik uchrab qaytadi. Shu xatolik uchurning o'zini disperse bo'ldi. Muvaffaqiyatli bo'lganda biz qaytgan narsani ko'rib boqaylik. Nima qaytdi? Buni restep response'ninki o'tgan soatda olganimizdek body'ninki string deganni olsak bo'ldi. Endi buningda qaytgan narsani biz log I deb buni response deb ko'rib boqaylik. Response deb pash ayirib deb anan keyin qaytgan qiymatni biz rest dedik emasmi? Rest deganni bu holatda ko'rib boqsak bo'ldi. Bu null olması gereken, null olup kalsa quruq. Basıq holatda bu holatda bersak bu xatolik yo'qaydi. Maya dialog binding bo'lishi kerakdi. Dialog binding bu button send. Hemen icra ko'rib boqaylik. Yo'llab bulduk. Yo'llagandan keyin endi biz run degandan ichidan mana bu yerga log I degan response deb yozdik. Response deganni izlab boqaylik. Ctrl F yoki command F ni bosib yerga response deb yozsak
respons qaytgan narsa ID post 22 nomerlik postga mana yo'lovchining ismi Murod. Andan keyin buningki mazmuni rahmat deb holatda chiqdi. Demak, bizning yo'llagan narsamiz hozir muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi bu yo'llagan narsamizni biz mana bu yozmaning ostida ko'rsatilgan ishni keyingi darsimizda o'rganamiz. Hammaga rahmat, Allohga emanet.